Mana sizlar istaganinglardek o'zbekchasini chiqardim. Endi sizlar obuna bo'linglar. Agar kanalimiz 100 ta bo'lsa, qolgan seriallar ham chiqa boshlaydi. Yo'q, albatta yo'q. Juda afsusdaman. O'ylamay gapirdim. Do'sting bo'lib qolishni istayman, lekin seni himoya qilsam ham deyman. Agar buning uchun rol o'ynashimga to'g'ri kelsa, unda bunga roziman. Rostdanmi? Ha, albatta. Hamma gaplarim rost. Nega buni mendan yashirding? Men shaqami? Senga aytolmasdim. Ishonchlarimni suiiste'mol qila olmasdim. Ishonchlarni? Bizning ishonchimizcha. Ular bizni aldashgan, hammaga yolg'on gapirishgan. Ular xavfli bo'lishi mumkin. Qo'ysangchi, Max, ular Jessa va Misha-ku. Ular bizga ziyon yetkazishmaydi. Aslida aytargan biz haqida bilganlarimizning bari yolg'on. Ular ajoyib monastirlarda yashashmaydi. Bu yolg'on. Ular qamoqda yashashgan. Tushunyapsanmi? Lekin qoidalarga ko'ra Qo'ysangchi shu qoidalarni. Do'stlarimiz haqida gaplashyapmiz. Misha aslida kimligini ham bilmayman. Misha va Jessa avval qanday bo'lsa, hozir ham shunday. Ular emas, sen o'zgargansan. Misha. Bo'ldi. Hammasi joyida. Yoningdaman, tinchlan. Max meni yomon ko'radi. Belgini ko'rganida menga qanday qaraganini ko'rmading. Agar kimdir o'sha maqsad senga bo'ysunmaydigan bir bo'lagi belging sabab yomon ko'rsa, undaylar hurmatingga arzimaydi ishon. Gaplaring bilan yoqimli. Yana ancha tinchlandim. Bunday lahzalarni qadrlayman. Seni erkalatish niyatim yo'q. Rahmat, Jessa. Aytgancha, senga bir gap aytishim kerak. Direktor Kristof, biz ketayotgandik. Siringni mendan yashirishingga hojat yo'q. Baxshida qo'yingizlar. Bu kunni kelishini juda uzoq kutdim. Qanday kun? Nima deyapsiz? Hech kimga ziyon yetkazmaymiz. Ajdar belgisi hech nimani anglatmaydi. Yo'q, aksincha, Ajdar belgisida ma'no-ku. Bu haqida bilarmidingiz? Oldindan bilganmisiz? Meni shuning uchun maktabda qoldiribsizlar. Ortingdan kuzatish oson bo'lishi uchun. Onang qo'ldan kelgancha harakat qildi, lekin seni bir umarga betolmasdi axir. Bu sening taqdiring. Hozir aynan qismatingiz sari bormoqdasiz. Bizni monastirga jo'natolmaysiz. Kristal bo'laklariga qamab qo'yolmaysiz. Afsuski, meni rejalarim boshqa. Nima qilyapsiz? Endi hozirroq xonanggacha. Qoch! To'xtanglar. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Tezroq! Tez! Tezroq! O'rmonga qochishimiz kerak. Nimalar bo'lyapti? Men kuchingizni tortib oldim. Kuchingiz? Seni kuching bormi? Senga shuni aytmoqchi bo'lgandim. Qayerga shoshilyapsan? Bu yerda nima bo'lyapti? Kristof, nimalar bo'lyapti o'zi? Qo'llarida Ajdar belgisi bor ekan. Nima? Mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Bu haqiqiymi? Nahotki? Yaxshi. Voy, ular xavfli. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ularning o'rni monastirda. Ha, to'g'ri. 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 Ularni haydang. Buni sen hal qilmaysan, Kristof. Buni kengash hal qiladi. Bayramni yakunlash kerak. Talabalarni uylariga kuzatamiz. Keyin esa kengashni chaqiramiz. Bora qolinglar. Bunga hojat yo'q. Direktor sifatida akademiyadagi barcha masalalarni hal qilishga haqqim bor. Aynan bu hodisa ham akademiya qoshida yuz berdi. Shunday ekan, ularni monastirga jo'nataman. Agar sizga Jessa va Misha kerak bo'lsa, avval biz bilan kurashing. Mayli. Hozirroq to'xta, Kristof. Haddingdan oshyapsan. Menga xalaqit beradigan bo'lsang, derlarni kuchidan mahrum qilaman. Nimadir qilsangchi, aka. Yo'q. Bo'lishi mumkinmi? Tezroq qochinglar. Qochishlar.
Tanlashga bo'ysunmayman. Men hech kimga bo'ysunmayman. Ashtarlar qaroridan tashqari. Bugun u qayta tiriladi. Ularni menga qo'yib bering. Ahmoqlar, to'xtamang. Ular ashtarlar qiroli emas. Bo'sh kelma, olg'a raqs. Nima bo'ldi? Kuydiryapti. Bunga haqqingiz yo'q. Ashtarlar la'nati qonunga xilof. Men qonundan ustunroqman. Egizak bo'rilarni olib kelinglar. Ular asosiy kalit. Qolganlar esa shunchaki ehtiyot qilsinlar. Yo'q. Yo'q. Aka, bo'sh kelmang. Harakat. Ularni qo'lga oling. Do'stni yorib o'ting. Oyi, Yo'q. oyi, ular juda ko'p. Sizga yordam Yo'q. Oyi. Butun uzoq kutdim. Bugun ashtarlar qiroli qayta tiriladi. Jessa. Aql bovar qilmaydi. Oh, Jessa. U buni qanday qildi? Bo'lishi mumkin emas. U syurprizlarga boy. U beqiyos. Rostdanmi? Ashtarlar la'nati tugadi. İşimiz hali yakunlanmadı. Jessa, pastga tush. Sen uddalading. Nima bo'ldi? Aql bovar qilmaydigan g'aroyib hodisa. Qayerdaman? Oyi, iltimos, o'zingizga keling. Misha, Jessa, sen bo'ri odamsan. sen esa ajdar odam. Yolg'on gapiryapsiz, opa-singillar. Atayin qonunni buzgansiz. Ishlar chatoq.